Assalomu alaykum hammaga. Sog'lom turmush tarzi markazidan yana chiroyli bo'lgan ma'lumotli videolarni sizlarga havola etishda boshlayapmiz. Bizning markazimizda qanaqa nazorat bo'ladi degan savollar bo'ladi. Lekin undan oldin ozgina o'zimni tanishtirib o'taman. Sog'lom turmush tarzi markazi aynan 80 kilo bo'lib kelganman. Mana bu men, ichki yoshlarim 80 yosh bo'lgan. Vaznlarim juda ham yuqori bo'lgan. 3 oyda 10 kilo vazn tashladim. 1 yilda minus 24 kilo vazn tashlab, 7 yildan beri tashlagan vaznimni saqlab kelyapman. Alhamdulillah. Bizni natijamiz aynan nima orqali bizda nazorat bo'ladi? Aynan Tanita ipoanalizatori orqali nazorat bo'ladi. Va bunda nimalar kirgiziladi? Hozir shu haqida batafsil ma'lumotlar haqida berib boramiz. Ma'lumotimiz nimalardan iborat bo'ladi? Demak, mana biz bu yerga aynan nimani bosamiz? Bu yerga aynan kirgizamiz. Mana bir sonini saqlaymiz. Xo'p, endi yoshlar sonini kirgizamiz. Aynan yoshimiz necha? Mana yana boshidan kirgizdik. Xo'p, 0. Xo'p, yoshimiz 40 da. Mana yoshim. Ayol kuchini tanladim, saqladim. Bo'yi tanladim 156. Mana 156. Va endi mana 00 chiqdi. 00 chiqdi. Shunga men taroziga turaman. Xo'p, endi mana shu yerda asta-sekinlik bilan nimalar ko'rinishni boshlaydi. Mana yusrdan kirib, biz ichki yog' mana 5 ekanligini yozib boriladi. Xo'p, bundan tashqari ketma-ketlikda mana atrofdagi yog' 26,4 bu foydali va sifatli yog'larning hisobidan. Kiloyimiz bugun shunaqa 64,3 tashkil qilyapti. Xo'p, endi suv miqdorimiz 48,2 ni tashkil qilyapti. Yoshimiz 37, lekin 40 deb kirgizdik. Qaranglar, 3 yoshga yosharman, alhamdulillah. Kilojulda moddalar almashinuvi 55-83. Kilokaloriyada 1334 kilokaloriyani tashkil qilyapti. Kalsiyda kalsiy miqdorim, ya'ni suyak massam 2,3 tashkil qilyapti. Tipi sложением 5, alhamdulillah. Juda ham yaxshi natija. Hop, mushak massam 42,1, yana ham oshirish muhim. Buni yozdik mana. Mana shunaqa chiroyli bo'lgan nimalar chiqadi? Ko'rsatkichlar chiqadi. Bu ko'rsatkichlarni qayerga yozamiz? Albatta, mana bunaqa blanklarimizga yozamiz. Doimo hisoblab boramiz va yonidan yaxshi bo'lgan. Va bu ko'rsatkichlarni aynan Tanitani o'zini maxsus metodikasi bor. Mana shunaqa instruktaj orqali biz sizlarga nazorat qilib boramiz. Normalari qanaqa, suv miqdori